Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, katta yo'l ishqibozlari, santexnik akalarimiz. Hozir sizlarga qish faslida sutkasiga 20 kilodan ko'miringizni tejab qolish uchun sizlarga katta yo'l tavsiya qilaman. Bu katta yo'limiz Chaqmoq Eco Pro modelimiz. Bu katta yo'l nimani hisobiga 20 kilogacha tejamkor bo'lib beriladi? Shu haqida to'liq tushuncha berishga harakat qilaman va katta yo'limizning komplektatsiyasini bitta tushuntirib beraman. Sizlarga eng qiziq bo'lgan narx haqida ham videoni oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun doimiy foydali qishda sizni tejamkor va xavfsiz o'tkazishingiz uchun videolar chiqarib boramiz. Birinchi bo'lib komplektlarni tushuntirib o'taman. Veltinator, двойной редуктор 220 motor. Двойной редуктор bo'lganligi ko'mirda qattiqlar tushib qolsa ham sindirib ketishi anchagina oson bo'ladi va boshqaruv panelimiz komplektida bo'ladi. Bunkerlarimiz katta yo'l razmeriga qarab turib, kilovatiga qarab turib o'zgaradi. Bu 20 kilovatlik katta yo'limiz 200 kvadratgacha bo'lgan joylarda isitib berish uchun mo'ljallangan. Afzalliklarini aytib o'tamiz. Bu katta yo'limizning afzalligi nima? Bu katta yo'limizning afzalligi ko'pchilik katta yo'lni yaxshi tushunmaganlar, tepada nimaga silagida tepada ham eshigi bor deyshadi. Hozir tushuntirib o'taman. Bu birinchi pastdan boshlaylik. Birinchi eshigimiz yonib tushgan kunlarini olish uchun bo'ladi. Ikkinchi eshigimiz o'rtadagi garelkada olovni yoqib olishimiz uchun bo'ladi. Uchinchi eshikdan bag'i kitobli holati boshlanadi. Shu kitobning orasida alanga aylanishni hisobiga ichkarida suvni isitib beradi. Qancha u yetarlicha aylanadigan bo'lsa, tejamkorroq bo'ladi. Hozir bu Eco Pro modelimizni holatida aytamiz. Oldida 4 yo'l o't yuryapti, orqaga to'liq pastga tushib turib, tevaga chiqib, keyin chiqyapti. Kitob holatga oddiy zaslonga qo'yib qo'ygan bilan hozir to'liq pastga tushib chiqqanda anchagina farqi bor. Qo'lingiz tutganingizda kuyar kuymas holatda issiqlik chiqadi. Shuni hisobiga 20-30% gacha bemalol tejamkor bo'lib ishlab beradi. Bu degani sutkasiga 15 yoki 20 kilodan razniца qilganda bir yilda 2 tonna, 2,5 tonnagacha razniца beradi rasxotida. Bu narsa anchagina bildirib qo'yadi. Videomiz ozgina cho'zilib qolyapti. To'liq videoni YouTube kanaliga joylaymiz. Pastda havola qoldiramiz. Bemalol o'tib ko'rib olsangiz bo'ladi. Narxlar bo'yicha ham hozir aytib o'tamiz. 200 kvadratli Eco Pro modelimiz garelkasiga qarab turib narxi o'zgaradi. Agar garelkamiz kuraksimon temir garelkada bo'ladigan bo'lsa, 1200 dollar bo'ladi. Agar kuraksimon chugun garelkada bo'ladigan bo'lsa, 1300 dollar bo'ladi. Retortning garelkada bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina o'zgaradi. 1450 dollar bo'ladi. Hozir agar kuzatishda davom etinglar, katta yo'l haqida qanaqa savollaring bo'lsa, kommentariyada berishlaring mumkin yoki pastda raqamlar qoldiramiz. Telefon qilib, qanaqa muammo bo'ldi sizda yoki nima muammo bo'lyapti yoki katta yo'l tanlashda qiynalyapsizmi? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi, bemalol yordam beramiz. Vaqtimizni iloji boricha ajratamiz. Keyin ko'pchilik tushunmayapti, kuraksimon garelkaga qanaqa ko'mir yoqaman yoki retortni garelkaga qanaqa ko'mir yoqaman yoki qaysi biri yaxshi deyapti. Bu haqida to'liq video qilamiz. Kuraksimon garelkani, retortni garelkani yoqib qo'yib turib, yoqish jarayonida qaysi katta yo'lga, qaysi ko'mirdan yoqqaningiz yaxshi, sifat qanaqa bo'ladi, yonish qanaqa bo'ladi, yetish soatlari qanaqa bo'ladi, bu haqida to'liq video qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Videoni yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Ko'proq odamga foydali bo'lib qolsin videomiz. Nimaga? Ko'pchilik katta yo'l oldim, 80 kg rasxot qilyapti, 100 kvadrat joyimga 100 kg rasxot qilyapti, juda to'g'ri kelmayapti hisob kitobimiz deganlar ko'p bo'lyapti. Shunaqa holatlar kamroq bo'lish uchun biz xuddi shunday tejamkor katta yo'llar ishlab chiqaryapmiz va O'zbekiston bo'yicha yetkazib beryapmiz.